Ya vallahi yanıma geldi ya. Otur. Gel lan. Gıçır. Yaxşımı ustam. Ha, yaxşıdınlarmı? Deyken sık kırım az zoping sık pinglinsmaz valla. Ha, oturыңlar. Bugün jilahırım bulap kaptı. Sizler ötküzmeydigan, yoki bana qilib muradinglarga yetib olgan bayramlarni oldimizda gupirlab kelyapti. Har qaysi sodda tuz ko'ngil erlarning hamyonni ching tutilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Shapaqlar o'zinglar qarab bir chiqsanglar bo'laverdi, ha? Ustam, yaqinda yog'i to'rda bir xil maz-savollar ko'payib qopti deydi-ku. Maz-savol? Qanday maz-savol u? Shu cho'ylab to'xtamaydigan tukuyuq savollar. Shu sizdan so'rab baqsaq javobini bilamdiki deymiz-ku. So'ra. Bayankanga hech qanday savol taskanmaydi. So'ra. Ustam, so'rab baqsaq. Zərlik yılanның zər bilən zərlik yılanın zərilsə, zərlik yılanның zərindən zərinləmdi. Nima? Nim bu? Nima dedin? Ustam, söygünü var, söygününü söysən, seni söygəngə söyünüb yürgən söygünün senin söygünü var, söygününü söyüb yürgünündən söyünüb yürəyəm o. To'xta. Nim dedin? Mo'la, mening savolim bor. Salomatning salomat ekanligini bilib, salomatligi uchun salomatga salom aytsa, bu salomning qimmati o'zgarib ketamdi yo'q? To'xta. Men singdiramadim. To'xta. Qanchadan bo'lib ketdi bu? Ustam, mening savolim bor. Qiziqqan qizlar qiziqligidan qiziqqan bolalarga qiziqlik bilan qiziqqanlik qilib qo'ysa, buningga qizni do'st foyda qiladimi? What? Nim dedin? To'xta. Hey, odamlik savolinglar yo'qmi sizlarning? Ustam, sozliqdagi sozandini soz bilan sozliqda soz qilganda soz qilingan sozchi bo'lamdi yo soz bo'lingan sozchi bo'lamdi? Ustam, qurtdan chiqqan qurtdan qurtmagan qurtdan chiqqan quruq gapni chiqaroq qilamdi. Ustam, shalaqlab qolgan shalaqlash mashinasi shala aqlaganda shalaqlab qolsa, shalaqgina qilib shalaqlashni to'xtatish kerakmi? Hey, Qasım bu yerda üstiga qat bo'lib hambas o'ynayaptamsa, ha? Ya bir kimangni chelayaptamsa ya. Odam so'raydigan savolmi bu? Boshqa savolinglar yo'qmi? Tom, eshakning bolsimi, qurtningmi? Mashina mijvatgan mushuk yo'qlar hisoblanamdi. Közeneklik yılan yılanlar içindeki ziyali hesaplanamdı. Sal mijazim yo'qtirdi. Bugun darsni tushuninglar.